Nechta barmoq bo'ladi qo'llarimizda? 10 ta. Endichi 5 ta. ikkalovini qo'shsa 10 ta. Mana qiyin ekan, o'rganamiz. Shoshmasdan qilamiz. O'shancha aytayapman, birinchi o'ng qo'limiz 2, chap qo'limiz 0. Endi almashtiramiz. Bu kichkina bolachalarchi bog'chada ham qilishadi, o'rganishadi. Uy vazifaga berib yuboraman bunaqa o'yinlarni. Kelishadi, mana bo'ldi, qildik biz deb. 0 qil, 2 qil. 0 qil. Davay, endi almashtir. 2, 3 deyman. Shularni, ranglarni mana shu idishga solib chiqasan. Ikkita qo'limiz baravar ishlaydi. 1, 2, 3 boshlaydi. Ikkita qo'limiz baravar ishlaydi, Umar. Qaysi birisi sabzavot, ovosh, qaysi birisi meva? O'z. Barakalla. Bu ham o'z. Xo'p. Bitta qiz bola, bitta o'g'il bolami? Prishepkani qistirib chiqamiz, atrofiga Hammasini aylantirib chiqaramiz. Mana. Zinaga chiqqanga o'xshab chiqadi, ras. Manim. Dva.